Assalomu alaykum, biznesga bir qadam kanalining obunachilari. Mana bugun Andijon shaharda o'ziga navbatdagi avtomat reskamizni qo'yib beryapmiz. Ustanovkalarini qilib, mana cho'tka qilib ishlaydigan qilib ketyapmiz, xudo xohlasa. Ovozlari yo'q stanovimizda akamizlar. Rosa xursand bo'lishdi. To'g'risi bungacha akalar qo'lda kesib yurishgan ekan. Yoshlarni ahvolini ko'rsataman, turib taklovli qo'lda kesishgan. Apparatlarga ko'rib xursand bo'lib ketishdi. Ovozlari yo'q. Shum chiqmaydigan apparat, xudo xolasa. Boshlariga keladigan bo'lsak, yana qo'lda kesishgan g'ishtin. Ishchilar e'tiborsizlik qilib, qotirib qo'yib, juda ayanchli holatda-da, qo'yingki mana. Ishlar kamalak bo'lib ketgan. Isrof bo'lib. Hop, kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran tagida nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hamma davlat bo'yicha xizmat ko'rsatilaveradi. Apparatimiz 3 faza. Hammaga rahmat. Ko'rganda ko'rishguncha.